foydalanib uning biqiniga zarba berish kerak. Va ayni shu payt u imkoniyatdan foydalanib rejasini ishga solmoqchi bo'ladi. Afsuski, Reyning oyoqlari chalkashib ketadi va otasining yog'och qilichi to'ppa-to'g'ri uning boshiga tushadi. Yana bir marta kalta kiygan Rey nega doim oxiri shunaqa tugashini o'ylab xunob bo'lardi. Uning miyasi tez ishlasa ham, bu zaif va qo'pol tana unga umuman bo'ysunmayotgandi. Keyinroq boshiga yegan qattiq zarbadan hushidan ketib, to'shakda yotgan bechora bolakayimiz nihoyat o'ziga keladi. Jek esa buni ko'rib kulib yuboradi. Uning kulayotganini ko'rgan Scarlett esa eriga baqirib beradi. Axir o'g'li endigina 4 yoshda-ku. Sal o'zini bosib olsa bo'lmaydimi? Ritsarlik sinovlari yaqinlashayotganini eslatib, otasi agar u shunaqa shug'ullanishda davom etsa, sinovdan o'ta olmasligini aytib to'ng'illaydi. Lekin jahli chiqqan Scarlett u Reyni juda qattiq qiynayotganini, o'g'li ularning izidan borishi shart emasligini va sarguzasht talablikdan boshqa yaxshi kasblar ham tiqilib yotganini aytib tashlaydi. Ammo janob Talon xotinini tinchlantirib, bolani umuman qiynamayotganini, Rey shunchaki yosh bo'lgani uchun tanasini yaxshi boshqara olmayotganini tushuntiradi. Uning aytishicha, ularda hali to'liq 1 yil vaqt bor va o'g'li Evren Ritsarlar akademiyasiga kira olishiga ishonishlari kerak. Buni eshitgan qahramonimiz ritsarlik sinovlargacha hali 1 yil borligini tushunib, buni uddalay olarmikinman deb o'ylab qoladi. Qizil ajdahoning reinkarnatsiyasi bo'lgani uchun oddiy odamdek zaif bo'lmasligini o'ylagan Rey birdan ruhlanib ketadi va ota-onasiga buni uddalay olishini, hamma ko'rgan eng kuchli inson bo'lishini aytib ishontiradi. Mashg'ulotlarni yangi bosqichga olib chiqish uchun Jake o'g'liga sovg'a beradi. Bu endi ular shug'ullanadigan haqiqiy qilich edi. Qahramonimiz qo'lda o'zi uchun juda kattalik tuyulgan haqiqiy qilichni ushlab hayratda turganda, Jake bu qilich unga o'zini boshqarishni tezroq o'rganishga yordam berishini aytadi va qulog'iga yana bir sovg'asi borligini shivirlaydi. Bolakay otasi nega bunchalik sirli bo'lib qolganini o'ylab, ular omborxonaga yetib kelishadi va u yerda uni kutilmaganda sehrli qo'g'irchoq kutib oladi. Rey bu narsa nimaga kerakligini o'ylab turganda, otasi uni mensimaslik qilmaslikni, chunki bu qo'g'irchoq sehr bilan ishlashini va Evren akademiyasi talabalari undan shogirdlarni tayyorlashda foydalanishlarini aytib ogohlantiradi. Lekin u qo'g'irchoqqa shubha bilan qarab, otasining gaplari rostligiga ikkilanadi. Shundan so'ng Jake o'g'liga qo'g'irchoqqa hujum qilib ko'rishni taklif qiladi va u bu chaqiriqni ishonch bilan qabul qiladi. Bilaklarini qizdirib olgach, Rey bor kuchi bilan qo'g'irchoqqa qilich siltaydi va u birinchi darajaga faollashadi. Ammo qilich qo'g'irchoqning qalqoniga tegishi bilanoq, u yashin tezligida qarshi zarba berib, Reyning qilichini uchirib yuboradi. Birinchi daraja tugagach, mag'lub bo'lgan kichkintoyimiz hafsalasi pir bo'lib qolaveradi. O'g'lining kayfiyati tushib ketganini ko'rgan Jake uni yupatadi va agar u faqatgina birinchi darajani yenga olsa ham, ritsarlik sinovdan o'ta olishini aytadi. Ustiga ustak bu qo'g'irchoqni topish uchun ancha-muncha tanish bilishlarni ishga solganini ham qistirib o'tadi. Buni eshitgan Rey har qachongidan ham ko'proq hayajonlanib, sinovda osongina g'alaba qozonish haqida o'ylay boshlaydi. Ko'rinishidan qahramonimiz bu safar yutishga qattiq ahd qilgan va tinmay shug'ullanaverib, holdan toygancha yerga yiqiladi. Reyning harakatlari miyasiga yetib ololmagach, u chuqur xo'rsinib qo'yadi va o'zining zaif insoniy tanasidan asabiylashadi. O'zicha o'ylaydi, agar shunaqa sekin rivojlanishda davom etsa, qasos olish yo'qda tursin, hatto shu bitta qo'g'irchoqni ham yenga olmaydi-ku. To'satdan orqadan bir ovoz eshitilib, nega u bitta qo'g'irchoqni yengmoqchi bo'layotganini so'raydi. Qahramonimiz cho'chib tushib, darrov qilichini shaylaydi. Ovoz qayerdan kelganini qidirarkan, unga bildirmay yaqinlashib kelgan qizni ko'rib, biroz shoshilib qoladi. Sariq sochli qiz Reydan uzr so'rab, uni qo'rqitmoqchi emasligini aytadi va o'zini Amy deb tanishtiradi. Qishloqda yashashini aytgan qiz Reyni shu paytda tog'da ko'rib qolganini va quyosh botmasdan oldin bu yerdan ketishini eslatib qo'ymoqchi bo'lganini tushuntiradi. Rey biroz xavotirga tushib, bu joy xavflimi deb so'raydi. Amy esa bu yer kunduzi tinchligini, lekin o'rmonga juda yaqin bo'lgani uchun qorong'i tushgach, sehrli maxluqlar paydo bo'lishi mumkinligini aytib, vaysashni boshlaydi. Rey bu ma'lumotlarga qiziqib qoladi va qizning shuncha narsani bilishidan hayratlanadi. Amy esa bu yerdan meva va sabzavotlar terib yurishini, shuning uchun atrofni 5 qo'liday bilishini aytadi. Keyin u tez orada qorong'i tushish sababli tog'dan birga tushishini taklif qiladi. Bizning bola esa bunga darrov rozi bo'ladi. Ismlarini aytishganda Amy uning ismini allaqachon bilishini ma'lum qiladi. Chunki u qishloqda ancha mashhur ekan. Buni eshitib buncha hayron bo'lmagan Rey, qishloqda nega bunchalik yulduz ekanligini asl sababini eslab o'yga toladi. Ma'lum bo'lishicha, ko'pchilik Talonlar oilasini, ayniqsa Jake'ni qattiq hurmat qiladi va u qishloqda sayr qilib yurganda doim u bilan suhbatlashishadi. Lekin u qizil sochli o'g'li Rey bilan qishloqda aylanib yurganda, ba'zi odamlar bolakayni la'natlangan deb g'iybat qilishar, hatto bu la'nat yuqumli bo'lishidan qo'rqishardi. Qarangi, bu qishloqda
Jekning o'g'lidan boshqa hech kimning sochi qizil bo'lmagan ekan. Bu sovuq gaplarni eshitgan Rey o'zicha xulosa qiladi. Odamlar uning ota-onasini hurmat qilishadi, lekin uning o'zidan negadir asossiz qo'rqishadi. Shu sababli u o'z qishlog'ida hech kimga yoqmaydigan, xuddi bir musofirga aylanib qolgandi. Ajdaho bo'lgan oldingi hayotini eslarkan, u balki kattalar bolalarni qo'rqitish uchun doim yovuz va dahshatli qizil ajdaholar haqida ertaklar aytib bergani uchundir, deb o'ylaydi. Aslida qizil rang kuch-qudrat belgisi, lekin odamlar jamiyatida bu yovuzlik ramzi hisoblanadi. U bu g'alati holat ustida o'ylanib qoladi. Ochko'z odamlar ularning butun boshli irqini qirib tashlagan bo'lsa-da, ertaklarda doim ajdaholar yovuz qilib ko'rsatiladi. O'z qasosini olarkan, Rey ular buni faqat o'zlarini himoya qilish uchun qilganini, lekin odamlar buni ularning vahshiyligiga isbot sifatida ko'rganini aytib g'azablanadi. Qahramonimiz odamlarning qanchalik jirkanch ekanligi haqidagi xayollarga sho'ng'ib ketgan bir paytda Emi uni chalg'itib, nima haqida o'ylayotganini so'raydi. Shundan so'ng Rey o'ziga kelib, qizning ortidan tog'dan tushishni boshlaydi. Emi oxirgi paytlarda uni tog' atrofida ko'p ko'rayotganini aytib, "Shug'ullanyapsanmi?" deb so'raydi. Bolakayimiz unga qilichboz bo'lmoqchiligini aytganda, qiz buni zo'r fikr deb hisoblaydi. Chunki Reyning otasi qishloqdagi yagona qilichboz edi. Keyin u Reydan Ritsarlar akademiyasiga kirmoqchimisan deb so'raydi. Bolakay esa bosh irg'ab tasdiqlaydi. Va esashda davom etarkan, Emi uning akasi ham imtihon topshirmoqchiligini, chunki u juda kuchli ekanligini va qishloqda uni hech kim yenga olmasligini maqtanib qo'yadi. Lekin akasi Reyga hasad qilarkan, chunki unga otasi dars beradi-da. Oddiy odamlarda esa qilichbozlikni o'rganishga umuman imkoniyati yo'q. Rey undan akang bormi deb so'raganda, sariq sochli qiz xursand bo'lib ketib, akasi bilan do'stlashishni taklif qiladi. Shunda ular birga shug'ullanishlari mumkin edi. Ayni shu payt ularning suhbatini oyoq tovushlari bo'lib yuboradi va bu Emining akasi Gari bo'lib chiqadi. U bizning qizil sochli qahramonimizga singlisini tinch qo'yishini qo'pollik bilan buyuradi. Akasini ko'rgan Emi darrov Reyning oldini to'sib, "U menga hech narsa qilmadi" deb uning yonini oladi. Gari esa oldinga chiqib singlisini bu qizil sochli bola bilan nima qilib yurgani bo'yicha so'roqqa tutadi. Ustiga ustak, "Bu bola la'natlangan, kasali senga ham yuqadi" deb vahima qiladi. Keyin la'nat o'tib, singlisining sochi ham qizarib qolmadimikin deb uning sochlarini ushlab tekshirib ko'radi. Qiz akasining bu g'alati qilig'idan asabiylashib turganda, Garining yonidagi ikkita yugurdagi Reyga qarab tashlanadi. Ular Emi bilan yurgani uchun uni kamsitib, yuzsiz deb haqorat qilishadi. Bu ikki o'g'lon qizil sochli qahramonimizni masxara qilib, "Ota-onang sendagi la'natlangan bolani boqib rosa qiynalashayotgan bo'lsa kerak-a?" deb ustidan kulishadi. Ular Reyga oilasi bilan qishloqdan surishini aytib, "Biz oddiy odamlar sening la'natingga aralashgimiz yo'q" deb to'ng'illashadi. Bittasi esa, "Bu o'rmondagi sarguzashtalar bizdagi oddiy xalqni pisand qilmaydi" deb o'zicha aqllilik qiladi. Shu gap og'zidan chiqishi bilanoq Rey g'azabdan mushtini tugab, bezorning basharasiga boplaydi. Jim turish jonga tekkan qahramonimiz endi Gariga musht tushirmoqchi bo'ladi, lekin uning yugurdaklardan biri o'rtaga tushib, zarbani o'ziga oladi. Lekin Reyning zarbasi shunchalik kuchli ediki, u Garini ham qo'shib uchirib yuboradi. Bolakayimiz faqat ota-onasini haqorat qilganlarni adabini bermoqchiligini aytganda, Gari uni Rey Talon deb chaqiradi. Uning ota-onasi sarguzashtalar, otasi esa qilichboz ekanligini yaxshi bilishini aytadi. Reyning shug'ullanganini tushungan Gari uni jangga chorlaydi. "Seni o'ldirib qo'yishni xohlamayman" deb qurol ishlatmaslikni aytadi. Ikkalasi ham yog'och qilichlarni uloqtirgach, Rey, "Menga umuman farqi yo'q, hammang birdaniga kelaver" deb tashlanadi. Ular bir-birini ayovsiz do'pposlashni boshlaydi. Lekin qahramonimiz insoniy tanasi juda zaif bo'lgani uchun u og'ir jarohatlar oladi va Gari unga so'nggi zarbani tushirganda Rey uchib borib yerga qulaydi. Bechora bolakay qonga belanib yotganda Gari undan "Taslim bo'ldingmi?" deb so'raydi. Ammo bizning Rey hali taslim bo'ladiganlardan emas. U amallab yana oyoqqa turadi. Shu payt Gari og'ziga kelganini valdirab, Reyning otasi shunday zo'r qilichboz bo'lib turib, uni shug'ullantirgani, lekin u baribir hech narsaga yaramasligini aytib ustidan kuladi. Bezori o'zicha kerilib, otasi oddiy savdogar bo'lsa ham, o'zi zo'r qilichboz ekanligini maqtanadi. Reyni battar ezish uchun bu shafqatsiz bola unga qilichbozlikni yig'ishtirib, qo'ldan keladigan boshqa ishni qilishini maslahat beradi. Bu zaharli gaplar Reyning miyasida aks sado berib, bechora umidsizlikka tushgancha yerda yotib qoladi. Uyga qaytgach, Emi qo'pol akasini qattiq urishib, oshirib yuborganini aytadi, lekin Gari o'zini oqlab, Rey bunga loyiq ekanligini va singlisiga bu boladan uzoqroq yurishini tayinlaydi. Axir hamma bu la'natlangan qizil sochli boladan qo'rqadi-da. U Reyning ota-onasi sarguzasht
yuzlash talablar. O'zlarining ota-onasi esa oddiy odamlar ekanligini tushuntiradi. Buni eshitgan Amy jahl bilan baqirib, "Ovqatingni o'zing topib ye, sendan nafratlanaman", deb to'ng'illaydi. Singlisi g'azab bilan xonadan chiqib ketgach, Gari qo'ldagi narsaga e'tibor qaratadi. U qo'lidagi chuqur izga qarab, agar himoya kiyimi bo'lmaganda qo'li birinchi zarbada yo'q, chilparchin bo'lishini va